Kelinglar, bugun sizlar bilan tug'ilgan kunimda olgan sovg'alarni unpacking qilamiz. Birinchi sovg'a singlim hamda ukamdan bo'lib, yangi strижкамni chiroyli ukladka qilish uchun fen brushing. Ko'pincha men sovg'aga nima xohlashimni yaqinlarimga aytaman. Chunki tan olish kerakki, o'zingizga zarur bo'lgan narsani sovg'aga olish, uni sovg'aga olish hamda ishlatish ancha yoqimli. Ko'rib turgan ko'ylak hamda achkingizni maktabdan beri do'stlashib yurgan yaqin o'rtoqlarim sovg'a qilishdi. Sovg'ani esa soat 12 da meni tug'ilgan kunimda chiroyli rasmga olib qo'ygan o'rtog'im sovg'a qildi. Rasmlarni esa profilimga kirib ko'rishingiz mumkin. Bu paketda esa mana yangi kosmetikalarim batafsil unpackingini storiesda qilaman. Aynan shu so'g'a kerakligini so'raganimda 19 ga kirib ham hali ham bolasan deyishdi. Lekin men har doim kartina panomeram chizib ko'rishni orzu qilardim. Kartina panomeramni men birga avval yashagan o'rtog'im sovg'a qildi va ularning oilari menga shunaqa chiroyli ples sovg'a qilishdi. Singillari esa Ramazonga mos bo'lgan atmosferniy svetilniklar. Bu sovg'ani o'zim sovg'a qildim. Anchadan beri orzu qilib yurgan домашний kinoteatr. Har bir stolni chiroyli qilib turadigan bu svetilnikni menga ishxonada birga ishlagan opam sovg'a qildilar. Yana bitta o'zim sovg'a qilgan qimmat narsa bu iPad bo'ldi. Bu iPadni esa biz batafsil keyingi videoda unpacking qilamiz. Shu sababli menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr.